Mendan har doim so'raysizlar qizlar. Qanaqa qilib 120 kilodan ortiqcha vaznda bo'lgansiz va mana shu vazndan tushganda hech narsa yegiz kelmaganmi? Ozishga o'tirganda menda vechno srif bo'ladi. Shirinlik yegim keladi, muchnoy yegim keladi, gazirovka ichkim keladi deysizlar. Albatta, menda ham bo'lgan. Toki men mana shu biodobavkalarimni ichmagunimcha qizlar. Bu dori emas, bu bio dabavkalar, ya'ni biologik faol qo'shimchalar. Qizlarjonlar, bular eng zo'r ustunlik tarafi birinchi navbatda bular halol. O'ziga o'rgatuvchi vositalari yo'q. Gormon emas, ximikat emas, sostavida GMO yo'q. Ya'ni bularni qiladigan vazifasi sizni organizmingizdagi defitsitlarni qoplaydi. Sizda organizmda minerallarning tanqisligi bo'lsa, sizga hamma narsaga turadi. Shirinlik yegiz kelaveradi, to'qlik hissini bilmaysiz. Aynan mana shu 7 ta biodobavkalarni men terganman va bitta nabor qilganman. Aynan shu naborlarni siz chegirmali narxda, zo'r narxda olishingiz mumkin. Qaysilarini kimlarga